biza o'sha rahbar masalan ta'sischisi o'sha-ku endi masalan Sirdaryoda ham boshqada ham o'shani chaqirib bugun razor qildik kattaroqda. Mana hojiga sen pulni to'lab bergin. Bu 6 milliard qachon to'lab berasan? Fermerlarga deb to'polon bo'lgandan keyin jinoyatchi ham devasi ham bor, jinoyat qo'zg'atilgan, amaki siz aytgan zararlarni hammasini siz aytgan o summalarga delo ham turibdi, boshqa ham tergov ketyapti. Shu masalani gaplashdik, keyin hoji yo'q dedan aytyaptiki, aka deyapti, men deyapti ta'sischini berganman deb menga mana hozir qo'limda turibdi 3-mayda 2024-yilda bergan hozir ularga berganman deyapti hoji. Shunaqa degandan keyin bugun mana bugun MIP ham bor edi bu yerda, ijro hujjati ham bor edi. Mol mulki boshqasini ijro hujjati bo'lgan bo'lsa, fermerlarga xatlab hammasini olib berdi. Mana ulardagi MIP bo'lgan bo'lsa, qonuniy bo'lgan hujjatlari o'zi javob beradi aka. Unga topshirib bo'lgan boshqa o'zlarini ijro rezamada razborda MIP ham qatnashdi, fermerlar hamma bor edi aka bu yerda, butun hamma tashkilot bor edi bu yerda aka. Shunda shu masala chiqib ketdi. Keyin men boya hojiga aytdim, hoji dedim, sen mana bu hujjat tashlab ketibsan, chiqayotgan payt aytib ketdi bizga, tashlab ketibdi. Men aytdim, telefon qildim, hoji dedim, mana bu hujjatni sen tashlab ketibsan, bu kim edi o'zi? Kimga berding buni desam, aka bilmayman, men 3-4 bilan gaplashyapman dedi. Keyin men aytdim, telefonni ber, qani bir gaplashaylik qani dedim. Ishtiklagandirda. Telefon olgandirda. Sabzorov. Men shotirdim, telefon mashinada ketardim. Sherzod hojini topolmayapmiz bo'larmi, bilmayman, qayda bo'ldi. U zalog qo'yib olgan Sherzod hojini sizlarga qanday bergan? Bermagan sizlarga uni. Balasta yo'q, zalog o'zi 3 million dollarga kredit olib zalog qo'yib olgan-ku, kecha hech kim shunga qarata uni ham Qo'shroboddan ham qaydan teksga quraman deb zalog qo'yib olgan. Yo'q, uni 10 milliard qancha boqalar zalog qo'yib olgan unda. Qayerda to'laydi? Bitta narsa rangasi so'v yo'q masalanda uni. Siz aytmoqchi bo'lganim, men buni pul undirishimiz kerak. Hamma obyektlarni ko'tardik, bu obyektni ham bank zalogga qo'yib, bank ana qo'ygan, uni qaydan to'laydi? Uni zalogga yozibdi u. Bitta nevasi bor ekan, bitta balasi, bitta nevasi bor. MIPga aytib topib kelaman shularni menga qaradilar.